Keling, aqlli sovutish tizimini yig'amiz. Xona harorati tez ko'tarilganda, bizning DH11 sensorimiz issiqlikni avtomatlashtirilgan sovutish ventilyatori ishga tushadi. Ajoyib. Qani ketdik, go, yig'amiz. Hammasini yig'ib oldik. Tak, bu yerda bizga Arduino Uno hamda DTH11 datchigi kerak bo'ladi. Ya'ni bu temperatura va namlikni aniqlab berish uchun asosan ishlatiladi. Tak, keyin oddiygina parrikchagina. Uni o'rniga relay orqali 220 qilib kattaroq ventilyatorda ishlasak ham bo'ladi. Bu yerda bizda harorat ko'rsatib berilyapti va kodni o'zi mana. Tak, demak, datchikka issiqlik kelishi bilan ventilyatorimiz ishlashi kerak. Tekshiramiz. Masalan, oddiy qo'l harorati ham 36 gradusdan sal yuqoriroq bo'ladi. Sinab ko'ramiz. Salgina kutamiz. Mana ko'rishimiz mumkin, ishlayapti. Bu yerda har xil temperatura qo'yishimiz mumkin. Bu yerda kodimiz bo'yicha bizda temperatura 35 gradusda turibdi. Ya'ni mana 35 gradusdan oshganda avtomatik tarzda ishlaydi. Asosan shu vazifasi. Hammaga rahmat, kattakon, charchamanglar.